Assalomu alaykum akalar. Bizni Qorasuv rayoni 30 rayonida navbatdagi 216 ming so'mlik pechkamiz bitdi. 216 ming so'mga usta qism material ichida koridor bilan 5 ta xonali istalgan pechkamiz bitdi. Nasos qo'yildi. Issiqni o'lchaydigan datchiklari qo'yildi, havo chiqara oladigani bor, zrimnoyi bor. Termosdagi kraskada kraskalangan, nasos chiqsa, nasos o'zi suvni o'tkaza oladigan nasosdan bor. Pechkamizda mana vitishkasi bor. Pechkamizda ham ovqat qilsa bo'ladi. Orqa tomonida duxovkalari bor. Mana orqa tomonda duxovkalari bor. Mo'lal eshikni tozalasa bo'ladi, очистный eshiklari. Mana duxovkasida non pishirsa bo'ladi. Orqa tomonda kichkina xonalik uchun batareya qo'yilmadik. Bundan tashqari bu yoqda bitta dushimiz isiydi. Orqa tomonda bitta xonamiz isiydi. Bu pechka yonadigan, undan keyin orqasi dushdan keyingi 4-xona va mana koridor turgan koridorlar 5-xona. Hamma material ustaxisi ichida 216 ming so'mga bitgan pechkalar.